Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi axborot xizmati ijodiy guruhi bo'lgan Bekobod shahrining Mustaqillik mahallasida biz o'z loyihamiz orqali hayot zarbalariga taslim bo'lmasda shaxtab qadamlar bilan olg'a intilayotgan qahramonlarimizni tanishtirishda davom etamiz. Xo'sh, eshik ortida kim bor? Demak, biz bugun Bekobod tomonlarda birin yashaymiz. Parasini pazazalik tikardik boshida. Keyin ustozimiz mana shu gul yasash uchun bizga unigi gul, sun'iy gullar, keyin so'ng gullar. Keyin ularni ham o'rgandim, ularga ham qiziqdim. Qanaqadir haligi bu gullar yasagan sarim ayniqsa chiroyli chiqsa zavqlanaman. Mana shundan qanday motivatsiya olamanda. Maktablarda ham qo'shiq aytib yurganman, yakkaxon bo'lib aytardim. Men ochig'ini daromad uchun emas, o'zim zavq qilgan, shu qiziqqanim uchun, yaxshi ko'rganim uchun, lekin daromad ham kelib turadi ijtimoiydan. Shu o'tgan yili noyabr oyidami kuzda qo'limizga pul oldik. 1 million oldi berishdi. Undan tashqari ham yordam berib turishadi. Inson lekin faqat umidsizlikka tushmaslik kerak. Kurashish kerak. Bu hayotda kurashgan yetadi. Yuragimga boqdim yonar lolazor, keng dunyoga boqdim g'alvali bozor, dalalariga boqdim aldamchi bahor, ularga aldanib to'kilma jonim, sen uchun to'kilib ado bo'laman, maysaning dilida paydo bo'laman, xalq va muhabbatga xudo bo'laman, faqat sen dilimdan to'kilmay tursang, jon to'kilma jonim to'kilma, jon to'kilma jonim to'kilma. Tikdim ipaklaring